Bugun biz sizlar bilan italyanskiy pasta alfredo pishiramiz. Birinchi bo'lib magazinga borib, kerakli barcha mahsulotlarni olib keldim. 2 pachka makfa gnyozda makarondan oldim. Aslida alfredo makaroni qalinroq bo'ladi, lekin magazinda topolmaganim uchun shunaqasidan oldim. Keyin esa bitta tovuq grutkasi, champinyon, gribi, sir va slivki yoki oddiy qaymoq ham bo'ladi. Grutkani sredniy qilib kesib, keyin qozonchamizga slivichli maslo qo'shib, tovuqni jarit qilishga yuboramiz. Gribilarimizni mana shunaqa tonki qilib kesib chiqamiz va qaynab turgan qozonimizga makaronlarni yuboramiz. Ketidan piyozni to'g'raymiz, lekin mana shu joyda bitta xato qildik. Piyozni bunaqa shaklda emas, kubik qilib, mayda qilib kesish kerak. Tovuqimiz jarit bo'lgandan keyin uni qaytib bitta kosaga olib, piyoz bilan gribini yuboramiz. Keyin esa ular ham biroz jarit bo'lgandan keyin qaytib tovuqni solamiz. Va ketidan bitta qaymoqni solib va men yana ustidan sustam qo'shdim. Yanada jidkiroq bo'lishi uchun, chunki bizda porsiya juda ham ko'p edi. Va xullas keyin makaronlarimizni suvdan ajratib, makaronga nachinkani solamiz. Ketidan esa sirni chorkadan o'tkazib, sepib chiqamiz. O'zim aytganday wow chiqmadi, lekin hamma mazza qilib yedi, juda ham mazali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lish eslashdan chiqmasin.